Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Rossiyada omon migrantlar uxlab yotgan yotoqxonaga bostirib kirdi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Moskvaning janubiy sharqidagi yotoqxonalarda o'tkazilgan reyd chog'ida 70 dan ortiq migrant qo'lga olindi. Bu haqda Rossiya Milliy gvardiyasi xabar berdi. Operatsiya tergov qo'mitasi FXX va Rossiya ichki ishlar vazirligiga yordam bergan Rossiya Milliy gvardiyasi Moskvadagi bosh boshqarmasi Avangard Omon va Qilich Omon transport xodimlari ishtirokida o'tkazildi. Shukuleva ko'chasidagi yotoqxonalarni tekshirish chog'ida xavfsizlik kuchlari 1000 dan ortiq xorijiy fuqaroni tekshirgan. Reydda immigratsiya qoidalari va harbiy ro'yxatga olish talablarini buzgan 72 shaxs qo'lga olindi. Qo'lga olinganlar qo'shimcha tergov o'tkazish uchun politsiya bo'linmalariga olib ketilgan. Ushlangan migrantlar orasida Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekistondan borgan fuqarolar mavjudligi haqida ma'lumotlar berilmagan. LDPR partiyasi rahbari Leonid Slutskiy federal byudjet yukini yengillashtirish maqsadida Rossiyadagi migrantlar uchun ijtimoiy pensiyalarni bekor qilishni taklif qildi. Bu haqda u Gazeta.ru nashriga ma'lum qildi. Rossiya ayni paytda juda muhim vaziyatni boshdan kechirmoqda. Harbiy, ijtimoiy, demografik va boshqa muammolar, bularning barchasi katta resurslarni talab qiladi. Slutskiyning so'zlariga ko'ra, bu fonda davlat hozirda rus millati qurilishiga hech qanday hissa qo'shmagan migrantlarning pensiyalari uchun mablag' sarflamoqda. Shu munosabat bilan LDPR yangi kelganlar uchun bepul ijtimoiy imtiyozlarni bekor qilish zarur deb hisoblaydi. LDPRning taklifiga tushuntirish xatida qayd etilishicha, chora pensiya tizimini asossiz ijtimoiy majburiyatlardan himoya qilish va byudjet yukini kamaytirishga qaratilgan. Agar onlayn ravishda migrant servis ilovasidan patentga xizmatlarni oldindan to'lab borsangiz, navbatda ko'p turmaysiz. Yana bir muhim tomoni, Sahroda internet yaxshi ishlamaydi. Shu sababdan onlayn to'lovlarni uyda oldindan qilib qo'ying va undan keyin Sahrovaga boring. Shunda navbatda ko'p turmaysiz. Navbatlardan esa tezda o'tib ketasiz. Patentga topshirish uchun xizmatlar narxi 22.613 rubl, patent uchun to'lov boji 4200 rubl. Jami patentga topshirish 26813 rublni sarflaysiz. Bu pulga patentni olishga borganda to'laydigan birinchi oy to'lovi 8900 rublni ham qo'shing. Albatta, ayrim xizmatlarni onlayn to'layotganda olib tashlashingiz mumkin. Masalan, vaqtinchalik DMSni podpiskasini. Ularni to'lamaganingiz patent olishda qiyinchilik tug'dirmaydi. Госпошлина 1-sentyabrdan kiritildi. Госпошлина 4200 rubl. To'lamaganlar rus tili imtihoniga kiritilmaydi. Imkoni bo'lsa, госпошлина uchun to'lov qaytimsiz pul olib boring. Tuvada patent narxi 25000 rubl bo'lishi mumkin. Viloyat gubernatori Dmitriy Milyayevning ma'lum qilishicha, Tuvada 2026-yil 1-yanvardan boshlab migrantlar uchun patent to'lovini 25000 rublga oshirish rejalashtirilmoqda. Hozirgi to'lov 11200 rublni tashkil etadi. Bundan tashqari, u yerda patentli migrantlar ishlashi taqiqlangan sohalar ko'paytirilmoqda. Tataristonda migrantlar uchun patent narxi oshadi. 2026-yildan boshlab Tataristonda chet el fuqarolari uchun ishlash uchun ruxsatnoma narxi 8% ga oshib 7900 rublga yetadi. Chet ellik ishchilar uchun jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i bo'yicha qat'iy belgilangan avans to'lovlarning hududiy koeffitsiyenti 2.55 etib belgilandi. Ushbu koeffitsient ruxsatnomaning yakuniy narxini belgilaydi. Natijada joriy yilga nisbatan summa 622.6 rublga oshadi. Tegishli qonun bugun Tatariston Respublikasi Davlat kengashi tomonidan tasdiqlandi. Tatariston Mehnat, bandlik va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vaziri Elmira Zaripovaning so'zlariga ko'ra, koeffitsient migrantlarning rejalashtirilgan o'rtacha oylik ish haqining 13% daromad solig'i asosida hisoblab chiqiladi.
Uning ta'kidlashicha, byudjet daromadlari ko'paytirilishi va chet el ishchilari uchun ish haqi miqdorini kamaytirishi mumkin. 2023-yilda patent narxi 6800 rublni tashkil etgan edi. O'sha yil oxiriga kelib viloyat byudjetiga migrantlardan 2 milliard rubldan ortiq soliq tushdi. 2024-yilning 8 oy davomida bu miqdor 1,7 milliard rublga yetdi. Yil oxiriga kelib esa rasmiylar bu ko'rsatkich 2,3 milliard rublga yetishini taxmin qilmoqda. Joriy yilning 1-iyun holatiga ko'ra Tataristonda patent bo'yicha ishlayotgan 38 ming xorijiy fuqaro ro'yxatga olingan. Rossiyada ikkita yo'lovchi samolyoti to'qnashib ketdi. 24-sentyabr kuni Rossiya poytaxti Moskva shahridagi Sheremetyevo aeroportida ikki yo'lovchi samolyoti to'qnashib ketdi. Bu haqda Rossiya Federal havo transporti agentligi Rosaviatsiya xabar berdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya aviakompaniyasining Sankt-Peterburgga uchadigan Superjet 100 samolyoti parvozga tayyorlanayotganda Hainan Airlines aviakompaniyasining Pekinga qaytayotgan Airbus A330 samolyoti bilan to'qnashgan, deyiladi xabarda. Aniqlik kiritilishicha, hodisa uchish-qo'nish yo'lagi bo'yidagi yo'lda sodir bo'lgan va yo'lovchilarga jarohat yetmagan. Rossiya aviakompaniyasi ma'lumotlariga ko'ra, boshqa samolyotning qanoti Rossiya samolyotining orqa qismiga tegib ketgan va oqibatida samolyotga zarar yetgan. Hainan Airlinesga qarashli Airbus texnik ko'rikdan so'ng parvozlardan chetlashtirilgan. Rossiya aviakompaniyasi yo'lovchilari Sankt-Peterburgga zaxira samolyoti orqali yetkazilgan. Pekin reysining 264 yo'lovchisi esa zaxira samolyot yetib kelguniga qadar mehmonxonaga joylashtirilgan. Rosaviatsiya hodisani o'rganish uchun maxsus komissiyani tuzishni ma'lum qilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rossiyaning Irkutsk shahridan O'zbekiston poytaxti Toshkentga uchish kerak bo'lgan samolyot qushlar bilan to'qnashib ketgandi. Samolyot bortida 6 nafar ekipaj a'zosi va 91 nafar yo'lovchi bo'lgan. Hodisada hech kim jabrlanmagan, samolyot shikastlanmagan. Rossiya Savdo-sanoat palatasi prezidenti Sergey Katerin gazeta Ruga bergan intervyusida yaqin kelajakda Vyetnam, Nepal va Bangladeshdan Rossiyaga mehnat muhojirlari oqimi kuchayishi mumkinligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlari uzoq muddatli shartnomalar asosida kelishga tayyor. Ishchilarning katta guruhlarini shakllantirish imkoniyatiga ega. Shu bilan birga Katerinning ta'kidlashicha, chet el ishchi kuchiga haddan tashqari ishonish, avtomatlashtirish va samaradorlikni oshirishni sekinlashtirishi mumkin. Mutaxassis Hindistonda migratsiyaning kuchayishi Rossiyada xususan qurilish va restoran, xizmat ko'rsatish sohasida, chakana savdo va tozalash kompaniyalarida ishchi kuchi yetishmasligi bilan bog'ladi. Korxonalar uchun bu ishchi kuchi yetishmovchiligini to'ldirish va buyurtmalarni o'z vaqtida bajarish, ishchilar uchun esa pul ishlash imkoniyatini taqdim etadi. Rossiyada daromadlar migrantlar kelayotgan mamlakatlarga qaraganda taxminan 1,5 baravar yuqori. Katerin 2026-yilda Hindistonda migratsiya o'sishini bashorat qilmoqda. Rossiya MDH davlatlaridan O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan kelgan ishchi kuchiga tayanishda davom etadi. Biroq ekspert ta'kidlaganidek, bu mamlakatlarning resurslari cheklangan. Turkiya va Yaqin Sharq ishchi kuchi uchun raqobat qilmoqda. 2025-yilda Rossiyaga hindistonlik mehnat muhojirlari oqimi o'tgan yilga nisbatan qariyb 25% ga o'sdi. Qurilish va xizmat ko'rsatish sohasida hindlarning o'rtacha ish haqi Hindistondan 60% yuqori. Ishchi kuchining keskin taqchilligi sababli ular uchun jami 234,9 nafar kvotadan 71,8 ming kishilik kvota ajratildi. Samolets viloyatidan 137 nafar migrant deportatsiya qilindi. Yil boshidan buyon Samolets viloyatidan migratsiya qonunchiligini buzgani uchun 137 nafar chet el fuqarosi majburan deportatsiya qilingan. Ularning barchasi sud qarori bilan jarima va ma'muriy deportatsiyaga hukm qilingan. Qoidabuzarlarning aksariyati Markaziy Osiyo davlatlari, Tojikiston, O'zbekiston, Turkmaniston, Afg'oniston, Ozarbayjondan kelgan. Ular orasida Hindiston, Kuba, Gruziya, Pokiston va Shri-Lanka fuqarolari ham bor. Deportatsiya qilinishidan oldin muhojirlar xorijiy fuqarolar uchun maxsus muassasada saqlangan. Departament xodimlari qoidabuzarlarni davlat chegarasigacha kuzatib bordi va chegarachilarga topshirdi. Deportatsiya qilinganlarning hammasiga 5 yilgacha Rossiyaga kirish taqiqlangan.